Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bizda mana shunaqa narsalar bo'lib qoldi ekan. Qishlog'imizda madaniy dam olish bo'lyapti. Texnologiya bizning qishlog'imizga yetib keldi mana. Texnologiya. Texnologiya. O'zim boshligimda mana zerikkanimizda mana shunaqa narsalarni qilib turamiz-da mana hobbiga. Mana miyani dam oltirishni yo'lida ham bitta. Qalay bo'lyapti bolajonlar, yaxshimi? Ha. O'zimiz mana qo'ldamiz. Tanimadingmi? Qishlog'imizda shunaqa texnologiya ham bor bizda mana. Nimaga? Ana. Faqat diskricha davolaymiz, mashq qilamiz deyormasdan miyamizni shunaqa chalg'itamiz hamda. Biz mana ora-orada mana yoshlarga mana texnologiyani qaranglar, ey. Ha, qaranglar mana. Ana. Kelinglar xullas, sizlarga ham o'ynatamiz. Sog' bo'linglar.